Qalbimga aql berib, meni candan aziz berib, meni beqib o'stirgan ona. Mushaqqatga bo'lib qalqan, menga shodlik ata qilgan, baxt tilab orzu qilgan ota. Ülge bulup erişimde, medet berip yanlarımda, doğru yol görsetken atam. Ülge bulup erişimde, medet berip yanlarımda, doğru yol görsetken atam. Ata dökülmesin mağay mengü senin izinden. Ana gülke üzülmesin gülüp turgan nurluk çekrenden. Ata kadın dökülmesin mağay izinden. Ata kadın dökülmesin mağay izinden. Oy anam-ey, Ümit bizning uyga keldi o. U shunda danliqmi keldi? He, uchu danliq bir guruhning naqshchisi. Men de uni beshida bir aldamchi o'xshaydi deb o'ylagandim. Bugun qarasam unda emas ekan. Uning ustiga u bizning Mayra bilan tanishlik emasmi? Endi ko'nglim joyiga tushdi. O o'zadanda yaq ketdi. Bizning oilamiz buzutkul tasliq qildi deymi? Ishqilib uning mizojini men faqat yaxshi ko'rdim. Demsem o bu yerga nim deb qaytib keldi. Bizning oyda o'talashqidek o'yincho'lachaq mol-mulk bo'lmasa ya. Dedi-ku, ota mehriga muhtojga. Endi bir narsa kerak bo'lsa, menga dam bo'laman. Men tanqid berma. Ha, so'rab baqsam, mening shaxsiy hojatxonam nada? Nima? Shaxsiy hojatxona? Bizning uyda hojatxonani-chi bolam o'rtoq ishlatamiz. Ha. O'rtoq ishlatamiz? Ha. U. Mening nas keraklarim sal ko'pda. O'jurmaysa kichikka. Biz o'ydagi eng cho'ng o'jiri shu. Alayda san bikalab bergan. Ha. Bu kerak narsamizni ap qiling bolam. Keraksiz narsamizni opirib eting. Ashta qismingiz patidi. Qaysar, bugundan boshlab sen vaqtliq mehmonxona uyda yetib to'ya bolam-a. Dadasi, men bir tomoq tayyorlay. Shunday qilinglar. Balam, men sizga rost gapni qilsam, o'zingizga men o'zim odamning jiqligini biz kunda atdiganda o'chirib turib hojatxonaga kiramiz. Men sal charchab qolgan o'xshayman. Kirib armaga o'stiray. Shunday qil. Ey, Mayra, bilish qolmasizlar? Yo'q, mening uyim ishim bor. Men menga kerak. Ha, mening ishim borda. Men vaqtlab chiqaman. Men ish qilmayman. Sizlarcha你怎么了？哪里不舒服？有点不舒服，好像积食了。来，我分起来吧。你看你脸色太不好了，哎，来，我给你按按穴位。
哎，怎么了这是？热闹有点积食，不太舒服。哎呀，他这个胃原来就不好，容易积食。我看，疼得厉害吗？这样吧，我给你叫个车，你先回去啊，然后把药吃了，好好睡一觉就好了。我跟你说了多少遍，你都不听，这个胃要注意啊。走。来，到家了记得吃药啊。路上注意安全啊！看来还没有走出来啊？什么？你看起来有些敏感。Sizlar uylanlar? Apa, çiçemle içemsen. Ben koyup berek. Aca, sen koyup berek. Ben koyup berek. Bo'ldi, men choy ichsam bo'ldi. Oldin akeptime bir stakan içe apa. İchmayman dedim-ku. Nimanda qilsizlar? Otaydan oldinglarga akagandikin bir stakan ichib qo'yinglar. Bir stakan içe apa. Bo'ldi, ichmayman dedim-ku. Qara seni qilgan qilig'ingni. İchmayman deb tursin. To'sin. Bana tutumlu, 10 şey tutumlu. Nadire çamba çıkar. Gerek yok kızım. Otur, otur. Apa, ikkimiz bir yaxshiroq paranglashib boqayli. Bilaman sening umidsizlanganligingni. Lekin sen qachongacha mana shunday muomala qilsa? Nim bo'ldi? Uvalchilik ish qilatamsa? Seningmi ko'ngling yerim bo'ldimi? Yo'q, apa, meni demoqchi o'g'lim, men bu uy davomli turishim kerakmi yo ketishim kerakmi bilmadim. Menmi kallam qizib qolib ajrashib ketgan emas, apa. Ben istisna hissiyatını o'ylashib chidab keldim. Chunki men sening birdan bir faxring. Men bu ishlarni o'ylab sarang bo'lay dedim. Nimishqa? Nimishqa sarang bo'lay dedim? Chunki mening Chunki 2 yil ilgari bo'yimdan ajrab ketgan. Nima? Men o'z gapimni cho'ntirib olg'achqa o'zimni charchitib qo'yib bo'yimdan ajrab ketdi. Men o'z ko'nglimda biz keyin baliq bo'la olamiz deb o'ylagan. Lekin keyin bo'yimda qolmadi. Mush tupayli jur'at bilan to'xtamasdan aramizda urushidan qurmadi. Mayli uyda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, ko'rishgan yerlar urushib keldik. Shunga biz oxiri İkimiz ajrashishni tanladik, apa. Bundaq cho'ng ishni nimish qilmang baldiraroq demaysan? Chunki sen akam bilan singlimning ishida pek azoblanding, apa. Bu ishlarni sana deb yenisini azoblag'im kelmadi. Shundaqdimi? Menga deyishing kerak-da. Men sening o'z opang tursam,
Muşundaq çoğun işni mağa demey, kimge deysə? Azaplanğan vaqtlarında ailədən illiqlik kömək nədin görətdin? Bu işte beni keçirgen abba. Dada, ben sizinle paranlaşay degen. Kelin. Ben bu sizle bir paranlaşay edip durgan. Mekilin kızım. Mekilin. Dada. Ben bu uydan köçüp gitti degen. Ma'qul kızım. Men asli sizning bu uyga eklashga maqsadim apangiz bilan birga tursa ancha paranglashib bir yaxshi bo'lib qolarmikin. Apangizning bir xush bo'lib qolarmikin deb o'ylabdi ekanman. Ben to'g'ri qilmabdiman qizim. Agar siz ko'chib ketishni qaror qilgan bo'lsangiz bo'ldi qizim. Undaqa emas dada. Men o'zimdan ko'rman. Rena ko'chib ketaydi da deb turib oldi. Men ma'qul bo'ldim. Bu qiznisi Rastını kitamsa muş keçide. Ben de ensirmanla. Ben yutaklarını içi göstereyim. Buyurun, telefon koyup gel. Apam adamı yaxşı qaranma. Dada. Mamamsiz kızım. Bu keşte qandan borasiz? Erta borsangiz bo'lmamda. Men de ensirman dada. Men xizmatdashim bilan deyishib qo'ydim. Hozir shuni uyga boradigan bo'ldim. Men berib sizlarga adresini avataydim.
aldım da emsi. Hoş. Hoş sizlerle. Üstüp koylar. Muş kechida nega boratding? Mening dilimga azorni berib qo'yib, o'zing ketib qutulmoqchimi? O ishlarni boldiraraq menga desang bo'lmasmidi? Shunchalik dard alamni o'zing yolg'iz yutib yuribsan. Jur uyga, men seni hech narsa bag'izmayman. Appa! Meni kechirgin. Osman o'rilib ketsinmi-chu? Dadang bilan opang bor. Meni kechirgin appa. Dada, bir minut quchoqlab olaychi. Qo'lingni tatay. 5 minut. Bunlar kuskum ağrıp gitti. Kuskum acaba ağrıza kana kılam. Mayra, siz uchra turibdimsiz? Turyaptimi? Men abay kelib saqlab qo'ygan. Biz almashaylik. Men oldiraydim. Men abay kelib saqlab qo'ygan odam bor ekan, shuni o'g'lan men hujramni saqlab turgan. Almashaylik-ku. Lekin men oldirayman. Faqatchi deyamdim, qana qilma. Bekçi deyamay qalsanız, pastki do'konning hojatxonasi bor. Sal ovarchilikroq, lekin baslazal bo'ldi. Amal yo'q, ko'nib kitsiz. Ko'nib kitsiz.
Ala kızım. Rahmet opa. Rahmat opa. Rahmet opa. İlanma balam, tamak yalla. Ha. Tamak ilonla sizlar, tamak ilonla. İlonla. Sizni amrahmikin deb atayın qilgandim balam. Ağzınızga tetidimi? Ha. Siz to'ntilgan go'sht ishlatibsiz-da? Go'sht quruq qolibdi, yemasga. Şu aldırap ketib, to'n go'shtni epli ishlatibdiman. Bundan keyin yangi go'sht kelib etib beray, ya. Araz, mana bir motor o'rnitib bergan bo'lsanglar. Ayolga bo'lmasa ayrim hojatxona hozirlab bergan bo'lsanglar. Bak sen bilan birga o'tiramdi? Yo'q. Tomoq vaqtida desam to'g'rimi aytdi, lekin meni kesilim bor. Nima? Nima kesak? Chechen pakizlik kesilim. Ha? Chechen pakizlik? Bo'ldi. Bizlarni yana bir hojatxonaga bilmagan aktirib qo'ygan emasmi? Ashti bekaq. Ha, rost. Bizning yana bir hojatxona bor. Uni ombar qilib atgandik. Shuni bekor qilib beraylik. Bekor qilib beraylar. Ashti bekorlar aytanglar, ha? Siz ishilting aşağı hojatxonada, juma? Ha, xotirjam bo'ldingizmi? Amis Mayra bugun ham yig'ishtirib beramiz. Nima? Hozir sizlarning xizmat vaqtinglar bo'lmasa, ishdan sirt ishliginiga ismini haqi qo'shib beramsizlar? Elimiz 24 soat Mayrani buyruq ustidan ishlatyapsiz-ku. Shundaymi? Bundan keyin Mayraga ishliginiga ish haqi qo'shib berishinglar kerak. Bak aşuratmi cuma senmi? Bo'ldi. Çeyinlar, ha? Tamak soğup kaldı balam, tamak yanla. Elana balam, tamak yanla, elana. Ha, elana, tamaklan yanla. Tamamızı iliyorum. Ha? Mayra sizler ilonla. Opa, aldirash sho'miz kechda pul tamoq yeb kelamdik. Yana bir oshxona ichibga tamoqbek o'xshaydi. Basaqı bulatdı balam, lekin dükkan qanaqlar? Voy, beringlar. Do'konga sulumusanlar mangayver demasmi? Shuna qilinglar. Deb raurs bir ha qizim. Ha. Ma'qul, barayli balam. Amis acamdan nadiram basın. Biz ayıldaki ayol kişiler ayırım jig'ilmig'ilimi uzun bo'lib qopti. Qara, acha, bulamdi. Ma'qul. Opa, bugun men mehmon qilay. Oldu balam, ma'qul. Hep yaxshi, acha mehmon qilgan bo'ldi. Amis men kechda darsdan tushib o'til baray. Ha, elana, tamak yanla amsa. Biz kechki tomonda qanday qilamiz? Ben bağda da. Qani. Sizlar bog'i kechki ko'rib bizamiz, ha? Hatırlayacağım mı da ben bak. Ha, tamam ilonla. Ha, ilonla, ha, siz bir ilonla, ha.早上好，园长。哎，早上好。学长，你来当院长，刚开始我挺开心的，但是你也太偏心了吧？我也想被重视啊。你一直照顾热娜，我有点羡慕了。你是不是天生就爱嫉妒啊？还以为是那个人是热娜。没有啊，我觉得肯定是。走吧。你先。
哎，早上好。